Videoni boshlashdan oldin kechirim so'rayman. Iltimos 1 litr qonimdan kechinglar. Bugun turk adabiyoti haqida gapirmoqchiman. Ya'ni ikkita kitob haqida. Birinchisi Imomning Manikin qizi Omina Shenko'g'lu, ikkinchisi Rashod Nuriguntekinning Iztirob kitoblari haqida. Ikkalasini ham o'qib chiqqanman. Mavzuni boshlashdan oldin o'sha oxirigacha ko'rsanglar 3 raqamini qoldiringlar. Agar shu joyda to'xtatgan bo'lsanglar, iltimos 1 raqamini qoldiringlar, foydali bo'lishi mumkin. Umuman olganda hayotda juda buyuk insonlarni ko'rgansizlar, lekin ular g'alati, hech kim ko'rmaydigan narsalarga qiziqadi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, masalan, katta buyuk odamlarni ko'rganman, indiyskiy kino ko'radi. Ularda fizika qonunlariga tupurib qo'ygan bo'lmasa, lekin yoqadi. Ya'ni nima demoqchiman? Odam doim chuqur o'ylaydigan, qanaqadir ma'no qidiradigan kitob va kino filmlaridan tashqari bir yengilroq narsa ham ko'rgisi keladi. Har doim miyani zo'riqtirib bo'lmaydi-ku. Bu xuddi bir seriallarga o'xshaydi. O'zbek seriallaridan albatta yaxshi. Ikkalasini ham o'qiganman. Ikkalasida ham bosh qahramon ayol kishi, qiz bola desak ham bo'ladimi bilmayman. Va oila ichida ketadi. Ya'ni bu yerdagi g'oyalar ma'lum bir yo'nalishda. Ya'ni siz misol uchun har tomonga sudira olmaysiz. Misol ayrim kitoblar bor, hamma har xil tushunadi. Lekin bu kitoblardagi g'oya ayni yo'nalishi bor. Ya'ni u yerda oila qadr-qimmati va Omina Shenko'g'luning Imomning Manikin qizida asosiy g'oya baribir islomiy qadriyatlar, islomiy oila, islomiy jamiyat haqida bong uradi. Yaxshi, buni misol uchun sariq adabiyot bo'lganman, yaxshilikka da'vat qiladi va uni tushunish oson. Ya'ni g'ib qizil kinoni tushunmaydigan, kitobni ham tushunmaydigan, va hayotda yaxshi o'qimagan inson bitta o'qisa tushunib oladi. Bunaqa deyapti, bunaqa bo'lish kerak deyapti, bunaqa bo'lish kerak deyapti. Iztirob ozgina yoqqan tarafi voqealar rivojini misol uchun oldindan bashorat qila olmaganman. Endi bilmasam, endi shunaqa balki sodda bo'lsam kerak. Ya'ni u yerda ham asla oila institutlarida hamma narsa biz ko'ringanchalik emas. Misol har doim misol uchun eri kelib ichib kelib xotinni urgan bo'lsa, har doim er aybdor bo'lavermaydi. Ya'ni soddaroq tushuntiryapman-da. Gohida ayol kishi ham aybdor bo'lishi mumkin, shunga sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin deganday g'oyalar. Serialda kelasini o'qishlaringizni tavsiya qilaman. Yengil kitob, misol uchun yangi kitobga kirib kelgan bo'lsanglar ham o'qib ko'ringlar. Agar yaxshi hazm bo'lsa, keyin yana katta buyuklariga o'tsa bo'ladi. Aytganimdek, yo'nalishi lokalniy, ijtimoiy, oila va asosan bosh qahramonlari qiz bola bo'lgani uchun ko'proq ayol kishilarga va qizlarga tavsiya qilamiz. Kitobda agar o'qigan bo'lsanglar, iltimos fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Men spoiler qilmadim, bunaqa bo'lgan, lekin qiziq. Bugun bitta siyosiy she'rni tahlil qilamiz. Hozirdan terilib ketyapman. Iltimos eshik derazalar yaxshilab mahkamlab olinglar. Oxirgacha eshitsanglar 3 raqamini qoldiringlar. Agar hozir chiqib ketmoqchi bo'lsanglar, iltimos 1 raqamini kommentariy yozib qoldiringlar. Demak, boshladik. Erkin Vohidov qalamiga mansub bo'lgan she'r. Bizlar arra tortmoqdamiz. Arramizning tishi yo'q. Nega arrang tishi yo'q deb so'raydigan kishi yo'q. Bizlar anoyi emasmiz, pishib ketgan ko'zimiz. Arra tushgan o'sha shoxda o'tiribmiz o'zimiz. She'rni tahlil qilishni boshlaymiz. Hammasi shaxsiy subyektiv fikrlarim. Demak, birinchi qatordan boshlaymiz. Bizlar arra tortmoqdamiz, arramizning tishi yo'q. Arra tortish deganda shoir nazarimda ishni nazarda tutyapti. Kelinglar aqliy mehnatni olamiz. Demak, aqliy mehnat qilish uchun aql kerak. Arra tortish demak bu aqliy mehnat. Arrani tishi esa bu aql. Demak, aql bo'lmay turib ishlashni nazarda tutyapti. Masalan, qanaqadir qing'ir yo'llar, korrupsiya, tanish bilish bilan, nepotizm bilan bir qanaqadir kursiga o'tirgan biror bir inson tasavvur qilaylik. U ishlayapti, lekin o'sha ishga doir hech qanaqa bilimi yo'q. Shuni nazarda tutyapti. Nega arrang tishi yo'q deb so'raydigan kishi yo'q. Boshda aytib o'tdim, qanaqadir nepotizm, tanish bilish, korrupsiya orqali kelib qolganda, undan hech kim so'rolmaydi. Sen hech bilan bilmaydigan to'p qo'ygansan-ku, nimaga bu yerda ishlayapsan? Bor yo'qol deya olmaydi, chunki tanish bilish katta yoki qanaqadir soqqasini berib qo'ygan. Tasavvurimda hech kimga tuhmat qilayotganimiz yo'q. Keyingi qatorlari bizlar anoyi emasmiz, pishib ketgan ko'zimiz. Nima deyapti? Anoyi emas. Ya'ni uncha olg'ir odam, ya'ni korrupsiya pul berishni bilgan, tanish bilishni ishlatishni bilgan. Garchi o'sha sohada bilimi bo'lmasa ham, anoyi emasmiz deganda shuni nazarda tutyapti. Pishib ketgan ko'zimiz degani oldi berdi, misol uchun qanaqadir aqlli odamdan, ishini biladigan odamdan ko'ra bunaqa odamlar ish tez bitiradi degan ma'noda. Oxirgi joy eng zo'ri, arra tushgan o'sha shoxda o'tiribmiz o'zimiz deyapti. Ya'ni ayrim insonlar bor, bir ishni ishlagandek ko'rinadi, lekin o'sha ishni hech tugatmaydi. Masalan, bitta latifa aytib beraman. Bir advokat bor ekan, advokatning mazasi yo'q ekan, o'limcha o'ladigan chog'da ekanda. O'g'li ham advokatga o'g'liga aytibdi, mana bu delalarni olgin, bularni men tugatmaganman, sen ol, mendan keyin sen bajarasan debdi.
Keyin otasi o'layotgan paytda boyagi advokat o'g'il xursand bo'lib yugurib kelib qolibdi. Dada, men qarang, men siz menga bergan ishlarni hammasini yakunladim. Biz g'alaba qozondik desa, dadasi so'kib turadi, to'poy o'g'lim. Ha, bu ishlar bizni bir umr boqqan edi. Men shuning uchun atayin bu ishlarni hech qachon oxiriga yetkazmasdim. Ha, sen nonimizni qirqibsan-ku degan ekan. Tushunyapsizmi? Ya'ni u advokat sudrab yuravergan, o'g'li sodda ishni bitirib qo'ygan. Ya'ni shunaqa odamlar bor. Bir ishni doim sudrab yuradi, hech qachon tugatmaydi o'sha ishni. Ya'ni o'sha arra deganda o'sha shoxda o'zlari o'tiribdi. Arralagansi ko'rinaveradi, soqqa kelaveradi oylik. Cho'zilib ketdi, rosa. Endi shaxsiy fikrim, hech kimga hech narsa deyish niyatim yo'q. Mana bu nishonchi. Uni ham olgan bo'lardi. Bu esa ikki kishining hayoti demak. Shubhasiz Schindler ro'yxati filmini umrida bir marta ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rib qo'ying. Bu Ikkinchi jahon urushi vaqtida nemislar, ya'ni fashistlar tomonidan yahudiylarning qay darajada shafqatsizlarcha qirg'in qilinganligi haqidagi eng zo'r film. Bugun sizlarga mana shu filmdagi voqealarning analogi tasvirlangan kitobni tavsiya qilmoqchiman. Nasim Kutub tomonidan nashr qilingan Farida. Bu kitobda xuddi mana shu voqealarning analogi tasvirlangan. Ya'ni Qrimda joylashgan yahudiylarning fashistlar tomonidan qirg'in qilinishi va keyinchalik Qrim tatarlarini fashistlarga, ya'ni nemis natsistlarga birga ishlaganlikda ayblanib Stalin tomonidan o'z yurtidan bunda surgun qilinganligi. Bu kitob haqida biz albatta katta video qilamiz, lekin siz ungacha albatta bu kitobni o'qib chiqing.